Xo'p, qanday qilib mana bu chiroyli holatga keltiramiz desak, birinchi o'rinda masalan mana bunday bo'shliq tashlash kerak emas. Bo'shliqlarni hammasini o'chirib, mana bu qismni belgilaganimizda mana bitta maket va konstruktor bo'limlari aktivlashadi tepada. Maket bo'limidan hammasini chapga va o'rtaga tekizlaymiz. Endi bularni belgilar hammasini o'rtadagi chiziqlarni olib tashlash uchun mana shu yana maket bo'limiga murojaat qilamizda. Mana bu объединить ячейки tugmasini bosamiz. Xo'p, keyin bularni belgilaymiz. Yana o'rtaga olib tushamiz. Mana bu yerdan главный bo'limda oraliqlarini to'g'rilab olamiz. Hamma joyi 0 turishi kerak, bitlar. 0 turgan bo'lsa, undan keyin mana bu yerda 2 mi yoki 2,5 mi vaziyatga qarab 2 qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Endi mana bu formula qismida ham maket bo'limiga kirib, объединить qilib yuboramiz. Keyin o'rtaga tushirib qo'yamiz mana bu yerda qilyapti. Xo'p, buni ham xuddi shunaqa o'rtaga. Mana sal tortib qo'yamiz keyin pastga. Bitta bo'shliqni o'chirib tashlasak, chiroyli bo'lib tushadi. Xo'p, ikkinchi masala deyapti, birinchi masala deyapti. Xo'p. Yaxshi ketdi endi. Ketyapmiz. Uchinchi masalaga kelyapmiz. Uchinchi masala mana bu yerda bo'shliqni olib tashlaymiz. Ortiqcha bo'shliq kerak emas. Yana xuddi o'sha belgilaymiz. Konstruktor maket bo'limlari, maket bo'limidan yana chapga va o'rtaga nimaga kelmayapti? Bu yerda probel tashlab qo'yilgan, to'g'rimi? Xo'p. Endi formulalarni birlashtirish uchun maket bo'limida turibmiz. Объединить qilamiz o'rtaga. Berilganlarda yana bu ham o'rtaga объединить. Bu ham xuddi shunaqa. объединить o'rtaga. Belgilaymiz. Главный bo'limda другие variantlarda hammasi 0 turishi kerak. Undan keyin 2 qilyapti deb adashmasam, 2 qilib sal cho'zib qo'yamiz pastga. Yaxshi. Keyin 4-masala. Bo'shliq bilan ishlash kerak emas. Bo'shliq umuman kerak emas bizga. Belgilab bu holatda emas, chapga taqaymiz. Katta tekst yozganimizda ishlatamiz uni. Yana berilgan pastdagi bo'shliqni olib tashlaymiz. Mana bu bo'shliqlarni ham backspace deb bosyapman. Olib tashlaymiz. Maket chap va o'rtaga. Объединить o'rtaga. Объединить o'rtaga. Объединить yo'q. Объединить o'rtaga. Belgilaymiz. Главный 2. Ctrl Z agar shunaqa olib ketib qolsa. Chiroyli bo'lyapti. 5-masala. Yana bo'shliq kerak emas, umuman. Belgilaymiz. Mana bu emas, chapda bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda yarim formulamiz yo'q, yarimiz bu yoqqa qolgan bo'lsa, yaxshisi buni pastga tushirib olganimiz yaxshi. Keyin nima bo'lganda uni maketdan poliyani ustkiroq qo'yganimiz yaxshi. Shunda ko'p narsa siqamiz. Hozirgi masalamizdan sig'ib ketadi shunda. 6-masala pastda qolyapti, 5-masala sig'yapti. 3-masalani bitta pastga tushirib olamiz. Bitta bo'shliqni olib tashlaymiz. 6-masalani pastga tushirib olamiz. Bir tekis kelyapti bizda. 6-masala bo'shliqlar kerak emas. Жирный. Главный chapga tekislaymiz. Berilgan pastdagisi kerak emas. Agar o'rtaga olib kelmoqchi bo'lsak, belgilab manetdan yoki umuman tablitsalarda mana bu yerdan olib kelish kerak o'rtaga.
Xo'p. Объединить o'rtaga. Объединить maket bo'limida turibmiz. O'rtaga. Объединить o'rtaga. Ket. Hokazo shunday ketaveradi. Ko'p shekilli hali shu tartibda ketadi.